Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Abduqodir Husanovning Tottenhamga qarshi o'yini qanday baholandi? O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov kecha Angliya Premyer Ligasining 21-turidan o'rin olgan Tottenham Manchester City uchrashuvida asosiy tarkibda maydonga tushib, to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Uchrashuv davomida Husanov 73 marta to'p bilan muomala qildi. Himoyachi jami 58 ta uzatma amalga oshirgan bo'lib, ularning 56 tasi aniq manzilga yetib bordi. 97% aniqlik. Sofascore portali o'zbekistonlik futbolchining harakatlariga 6.8 ball bilan baholadi. Bu shaharliklar himoya chizig'ida harakat qilgan futbolchilar ichida eng yaxshi ikkinchi ko'rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, Husanov uchrashuvning 21-daqiqasida sariq kartochka bilan jazolanganini ham aytib o'tish lozim. Uchrashuvdagi natija esa 2-2 hisobida yakunlandi. Abduqodir Husanovning himoyadagi harakatlari: himoyaviy harakatlar 9 marta, faol kurash orqali to'pni olib qo'yish 2 marta, barchasi muvaffaqiyatli, raqib zarbasini to'sib qolish 1 marta, tozalashlar 6 marta, yerdagi kurashlar 5 marta, 3tasi muvaffaqiyatli, havodagi kurashlar 1 marta. Tottenham hujumchisi Dominik Solanke bahsning eng yaxshi futbolchisi deb topildi, 9.1 ball. Angliyalik futbolchi 70-daqiqada chayon uslubida gol urib, jamoasini mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Manchester City safida eng yuqori baho tayanch yarim himoyachisi Rodrigoga nasib etdi, 8.3 ball. Avtogol muallifi Mark Gehi hamda Cityning birinchi golga mualliflik qilgan Rayan Sherki ham 8.1 ball bilan eng yaxshilar qatoridan joy oldi. Shuningdek, Bernardo Silva 7.2 ball, Antoine Semenyo va Abduqodir Husanov 6.8 ball, Nico O'Reilly 6.6 ball, Erling Haaland 6.6 ball, Ryan Ayt-Nuri 6.3 ball hamda Mateus Nunes 6 ball bilan baholandi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz ushbu o'yinda juda ham ajoyib harakatlarni amalga oshirdi, ammo sariq kartochka ham oldi. Lekin bu umuman hamyurtimizning o'yiniga ta'sir qilmadi. Hamyurtimiz to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abduqodir Husanovga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir Husanov" deb yozib qo'yishdan unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, asosiy xabarga ham yetib keldik. Bugun ertalab chiqqan xabar: O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Abbosbek Fayzullayev Manchester Cityga o'tishi mumkin. Manba tarqatgan xabarlarga ko'ra, Manchester City va Başakşehir ushbu transfer bo'yicha ish olib bormoqda. Abbosning hozirgi narxi 10 million yevroni tashkil qiladi va bu narx Manchester City uchun hech qanday muammo emas, ya'ni futbolchini sotib olishga tayyor. Ammo hozirda City ekspertlari faqat Abbosning o'yinini kuzatib bormoqda, chunki City Bernardo Silva yozgi transferlar oynasida Barselonaga sotib yubormoqchi. Uning o'rniga esa Abbosbek Fayzullayevni transfer qilmoqchi deb yozadi Breaking News portali. Qadrli do'stlar, bu xabar qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri men bilmayman. Aynan mana shu manbalar chiqarayotgan xabarni e'tiboringizga havola qilyapman. To'g'risi men buni bilmayman, ammo manbalar ham bekordan bekor chiqarmasa kerak. Hamyurtimiz yaqinda jarimadan gol urdi va o'zini ajoyib his qilmoqda va juda ham yaxshi o'ynamoqda. Albatta bu transfer amalga oshirilishi mumkin. Qadrli do'stlar, aynan siz nima deb o'ylaysiz? Hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev Manchester Cityga o'tishi mumkinmi? Albatta bu juda ham ajoyib yangilik va juda zo'r transfer bo'lgan bo'lardi, chunki Abbosbek Fayzullayev ham yaxshi o'yinchilarimizdan biri. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayev va Abduqodir Husanovlarga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abduqodir, olg'a Abbosbek Fayzullayev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, mana hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.